Diqqat! Pensiya oluvchi va pensiyaga chiquvchi fuqarolar, siz kutgan kunlar keldi. Batafsil videoda bilib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, faqat pasport bilan pensiyaga chiqish uchun ma'lumotlar raqamlashgan bo'lishi lozim. Siz pensiya yoshiga yaqinlashdingiz va ortiqcha ovoragarchiliklarsiz pensiyaga chiqishni xohlaysiz. Buning uchun nima qilishingiz kerak? Albatta, mehnat faoliyat davrlaringiz to'liq raqamlashganini tekshirishingiz kerak. Buni MyGov.uz portali orqali ham tekshirib olsangiz bo'ladi. Agarda siz hozirda ishlayotgan bo'lsangiz, o'z ish beruvchingizdan oldingi mehnat faoliyat davrlaringizni raqamlashtirilganini yoki yo'qligini so'rab bilishingiz mumkin. Sizning hisobingiz bo'yicha mehnat faoliyatingizni biror bir davri raqamlashtirilmagan bo'lsa, bu masalada siz tashkilotga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Ishlamayotgan fuqarolar mehnat faoliyatidagi davrlarni qanday raqamlashtirishlari mumkin bo'ladi? Bugungi kunda hududlarda kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limlari, birjalar mavjud bo'lib, ishlamayotgan fuqarolar mazkur birjalarda murojaat qilib, raqamlashtirish xizmatlaridan bepul foydalanishlari mumkin bo'ladi. Yuqoridagilar to'liq bajarilgan taqdirda fuqarolarga pensiya muammosiz tayinlanadi, deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.